Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi do'ling Urganch shahri 4 qavatli binomuz 2-qavatida yangi ta'mirlangan 2 xonali kvartiramiz jihozlarini sotib chiqdi. Lokatsiyasiga kelsak, to'g'rimizda Xorazm Palace. O'ng tarafimizda salon krasota. Chap tomonda Mir kafe xullas. Zo'r yo'lda joylashgan obunachilarimiz. Bu yo'limiz asosiy Kırg'izyav Dekkan bozoriga ketadigan yo'limiz ekan. Narxam kisabot narxida qo'yiladi hurmatli obunachilar. O'zlari bilan xullas yo'q tezli qo'yamiz ekan. Kelasa ko'p faqat narx bilan ikkilamchi birlamchi bir kafe. Eşyalar bilan güzel o'tsak. Namazdan kordan to'liq tushuntirib o'tsak, bismillahirrohmanirrohim. 4 qavatli binomizda 2-qavatida joylashgan yangi ta'mirlangan ajoyib bu messasına gap bo'lishi mumkin. Eng asosiy Xorazm Palace Mir kafe. 20 inson bolalar bog'chasi, 18 inson bolalar bog'chasi bor ekan. Oboy xullas gilamlar tashlangan. Ishqil qatorgan fonda berimiz yana birlik, ikkilik bankalarni ham sho'rab qo'ysa, bolga qiziqadigan bo'lsa, bol qarmoqlarni qo'ysa bo'ladi. Ko'pinchalar shuni polkatib qo'ydi. Sano'zilimiz hurmatli azizlar, plastikdan izolyatsiya tuzilgan qatorlarni diyorlarimiz, vannalarimiz yana mumtozda berilgan, oyoq tinamchidan yunum döşelgan. İşlari xaytik variantdagi indif ishlar. Xullas narxini aytib o'tdim 350 million so'm. Faqat oshxonadagi xolodilnikni olib ketiladigan qo'mishlar qoladi. Kuxunyalarimiz, ortiqlanish kafelar, mo'ykamiz bor. Birimni ayol firmanikida 6 kiloluk yine kiyim maşını, gazfilkamiz, mo'ykamiz bu xolodilnik aytganni foydasi olib ketiladi. Mana o'z yerga ularimiz zo'r feyzi farishtalar joylashgan bo'ladi. Lekin Toshkentda zo'r. Hozir shum bolani olib o'tira doğrusu 300, 310, 320, 330 da dushda bu zo'r-ku hududda doğrusu yalan bir yo'q. Yine birimiz mehmonxonamiz, bu yerda konserni yangi qo'yilgan. Gilam tashlangan ko'rpachalar bor, yine divonimiz ham bor ekan. Konsertlarimiz ham zo'r. Xullas ajoyib. Balkonimiz ochiq, balkonimizda ega ekan. Hududda bir kommunallarga gap bo'lishi mumkin emas, asosiy Dekkan bozor yaqinda. Xullas obunachilarga kelasa, ko'rasa, ish qilib narxini kelsa belli ekan. Shu ikki xona kvartira so'ralgan mijozlar uchun endi bu sponni ko'rsak, sponnimiz atachunta qo'yilgan. Ovoy oyoq tinada gilamlarimiz tashlangan ekan. Shunda 4 qavatli binomiz 2-qavatida 2 xona kvartira sotib chiqdi. Narxi 350 million so'm. Telefonimizda 88 510 30 88 670 aloqa chiqasizlar. Reklama xizmatlari bo'lsa 91 423 16 aloqa chiqasiz. Sog'likda görüşünce.